O'zi xottidogi bor, oxirgi payt yomon aynib ketgan. Oxirgi payt quloqimga xottidogi haqida bitta-ikkita noto'g'ri fikrlar yetib keldi. Aynan shu masalaga oydinlik kiritish maqsadida bugun o'zim yetib keldim. Xottidogi kompaniyasi yangi darajaga chiqdi va bunga sabab bo'lsa xotdoglarning bulochkalari slivichli ta'mga ega bo'lgan yumshoq va yoqimli bulochkalarga alishtirildi. Va degustatsiya jarayonida shunga amin bo'ldimki, bu bulochka mahsulotlar bilan yana ham uyg'unlashgan. Eng asosiysi bu bulochkalarni tashqaridan sotib olinmaydi. 100% xottidogini o'zida tayyorlanadi. Agar siz xotdog ishqiboz bo'lsangiz, bo'lib ham noodatiy xotdoglarni yaxshi ko'rsangiz, xottidogini endi ham qo'rqmasdan tavsiya qila olaman. Bulochkadan boshqa barcha mahsulotlarni ham eng sifatlisi va svejisini ishlatilyapti. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, xottidogiga kelib yuqori sifatdagi noodatiy xotdoglarni maza qilib yeb ketsanglar bo'ladi. Undan tashqari do'stlar, xottidogining ilovasidan 3 ta xotdogni atiga 41 ming so'mga yokida xotdog free kolani 25 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Xottidogini Toshkent shahri bo'yicha filiallari ko'p. Biz bo'lsa bugun Farxatskiy oazisida Chapbiqin yo'lining narigi betida joylashgan filialida mehmonda bo'ldik. Bu filialning lokatsiyasini Telegram kanalimga joylab qo'ydim. Bemalol kelaverasizlar.